Ko'p ingliz tili o'rganadigan odamlarda aynan shu muammo aniq bo'lgan. Masalan, siz ingliz tilida kinolarni ko'rib tushunasiz. YouTube'da podkastni eshitib tushunasiz. Yoki bo'lmasam ingliz tilida kitob o'qiyotib, uni ham tushunasiz. Lekin gapirishga kelganda siz shunchaki muzlaysiz. Ha, siz to'g'ri tushundingiz va buni anglab turgan bo'lsangiz kerak, bu ko'p ingliz tili o'rganuvchilarda uchraydigan katta global muammo. Stop. Hozir sizlarni boshinglarni bu muammo bilan qotirmayman. Bitta savol bor. Bunga yechim bormi? Va bunga javob: ha, bunga yechim bor. Avvalambor biz muammoni o'zagini tushunishimiz kerak. Muammo qayerdan kelib chiqyapti? Va bu yerda siz tushunishingiz kerak bo'lgan ikkita jihat bor. Input and output. Hozir bu ikkalasini sizlarga sodda tilda tushuntirishga harakat qilaman. Input demak sizning miyangizga kirib kelayotgan har bir ma'lumot. Siz vizual tarzdami yoki bo'lmasam qulog'ingiz orqali eshitgan ma'lumotlarning barchasi bu input hisoblanadi. Demak, o'sha miya qabul qilayotgan va jarayonga boshlayotgan ma'lumotlar bu input hisoblanadi. Endi output haqida gaplashamiz. Outputga oddiy misol bu men sizga hozir zabonim orqali yetkazayotgan ma'lumot. Demak, men o'sha inputdagi ma'lumotlarni sizga verbal tarzda yetkazyapman. Va mana shu YouTube'ga yozilgan ssenariy, writing, ya'ni o'sha men o'zimdagi bor ma'lumotlarni qog'ozga chiqaryapman. Bu ham outputga misol bo'la oladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, input bu kiruvchi ma'lumot va output bu chiquvchi ma'lumot hisoblanadi. Ingliz tili o'rganayotganlarga bu jarayonni qanaqa taalluqli joy bor? Demak, bizda o'zi 4 ta section bor, to'g'rimi? IELTSda reading, listening, speaking and writing. Xuddi shularni ikki turga bo'lamiz. Demak, inputga reading va listening va outputga speaking and writing. Ko'p ingliz tilini o'rganayotgan odamlarda boshlanishida va balki oxirida ham, o'zi tilni oxiri bo'lmaydi, o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, umuman input juda ham zo'r bo'ladi. Listening, reading, masalan, bir narsani o'qigan paytim zo'r tushunardim. Bir narsani masalan eshitgan paytim endi replarni emas-u, lekin yaxshi tushunardim, masalan, muzikalarni yoki qo'shiqlarni. Lekin outputga kelganda, masalan, kimgadir xat yozish yoki kimgadir message yozish yoki bo'lmasam speaking paytida London is the capital da to'xtab qolardik. Va bu hammada uchraydigan holat va bu normal holat hisoblanadi. Lekin savol tug'iladi. Nimaga bu shunaqa? Nimaga jarayonda aynan input oson va output qiyin? Keling sizga buni ham tushuntirib beraman. Bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Umuman kiruvchi ma'lumot har doim oson. Siz chunki masalan podkast ko'rasiz, Mr. Beast'ni ko'rasiz, har xil narsalar ko'rasiz. Baribir xohlaysizmi yo'qmi, vizual tarzda va eshitish orqali siz ma'lumotlarni qabul qilasiz. Va bu tabiiy jarayon. Outputga keladigan bo'lsak, bu o'sha ma'lumotlarni proses qilib, demak o'sha jarayondan zaboningizga keltirman. Speaking haqida gaplashadigan bo'lsak, bu har doim ham oson narsa emas. Chunki bu qaysidir ma'noda tizimni o'zi talab qiladi yoki bo'lmasam kreativlikni talab qiladi. Men buni qisqa qilib bilasizmi nima degan bo'lardim? Bu introvert, bu ekstrovert. Qaysidir ma'noda siz o'sha ma'lumotlarni berish uchun ham out of box bo'lishingiz kerak. Comfort zonedan chiqib ketishingiz kerak. O'sha narsani siz tushuntirib berishni yo'lga qo'yib olishingiz kerak. Bu ikkala jarayon bir-biriga ham bevosita, ham bilvosita bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun ham input ham output ham in parallel bo'lishi kerak. Doim scale da bo'lishi kerak. Doim muvozanatda bo'lishi kerak. Balance bo'lganda o'shunda sizda ikkala jarayon ham zo'r bo'ladi va speaking ham ideal bo'ladi. Hozirga yangi Amerika ochish niyatim yo'q. But I got you back. Shunchaki outputni praktika qilish kerak. Ya'ni bizdagi output, writing va speakingni shunchaki har kuni praktika qilishimiz kerak, ustida ishlashimiz kerak. Nimadir yozing, nimadir gapiring. What I want to say that ikkalasini shunchaki praktika qilishimiz kerak. Writing va speaking. Xo'p, birinchi writingdan boshlasak. Bu qobiliyatni qanaqa qilib oshirsak bo'ladi? Keling birinchi shu haqida gaplashamiz. Birinchi usul bu juda ham oson usul, shunchaki fikrlaringiz bilan bo'lishing. O'zingiz bilan bo'lishasizmi yoki bo'lmasam oddiy shu YouTube tagida, shu videoning tagida kommentariy qoldiring. Shu video sizga yoqdimi yoki yoqmadimi va sababini keltiring. Demoqchimanki, uzoqroq yozing. Fikringizni yoqdi, yoqmadi, yes or no emas, but just go on with the opinion that you have. O'sha bor fikringizni yozishga harakat qiling. Buni такой epic moment, помнишь?
pochta. Ha. Va undan ham zo'ri Telegram kanal yuriting. Demoqchimanki, kanalda o'zida faqat o'zingiz bo'lsangiz ham bo'ladi. Digital diary, ya'ni elektron kundalik. Kunlik hayotingizni, fikrlaringizni, o'ylaringizni ingliz tilida yozishga harakat qiling. Dear diary deb boshlasangiz ham xohlaganingizcha boshlang. Lekin o'zingiz to'xtab qolmang. Emotsiyalaringiz, fikrlaringiz, o'ylaringiz, bugun nima yedingiz yoki bo'lmasam qanaqa kayfiyatdasiz, hammasini o'sha Telegramdagi diaryga yozishga harakat qiling. Va eng asosiysi, bunda siz consistent bo'ling. Constantly yozganingizdan keyin writing bam bo'ladi. Va shu Telegram Digital Diary'ga siz kundalik hayotdagi masalan bugun nima qilmoqchisiz, ertaga nima qilmoqchisiz, bugun qilgan ishlaringiz hammasi o'xshadimi? Demoqchi bo'lganim o'sha rejalarni, kunlarni, soatlarni, vaqtlarni, kim bilan uchrashmoqchisiz, ular bilan nima mavzuda suhbatlashmoqchisiz, hammasini yozing. Va eng asosiysi, grammatik xato qilishdan qo'rqmang. Chunki agar til qo'rqadigan insonlarni yoqtirmaydi. Agar qo'rqadigan bo'lsangiz, не то что output, input ham bo'lmasam ishlamaydi. Bu aytilgan narsa, bu usul kun davomida uzoq bilan 10 daqiqa vaqtingiz olishi mumkin. Lekin it's very impactful. Just trust me. Writingni oshirish uchun ikkinchi sal qiyinroq lekin eplasa bo'ladigan usul. Insho yozing. Bu mana hozir biz kalendar tutishni boshladik, kundalik tutishni boshladik. Keyingi etapimiz bu kichkina essaylar, ya'ni insholar yozish. Masalan, u xohlagan mavzuga bo'lishi mumkin. Bilasizmi, sizda bo'lsa, shu ingliz tilida maktablarda about my family, about my hobbies, hobbilar haqida yoki my dream, meni orzuyim yoki bo'lmasa my dream house, meni orzuyimdagi uy, shunga o'xshagan juda ham yengil bo'lgan, sizga tuyulishi mumkin, detskiy narsa-yu bu deb. Boshida shu narsa detskiydan boshlaymiz, keyinchalik xudo xolasa progress qilamiz. Demoqchi bo'lganim, xohlagan o'sha mavzuga, yengilroq mavzuga bir paragraf bo'lsa ham, shundoq bir 10 satr bo'lsa ham albatta yozing, asosiysi yozing. Lekin endi bu yerdagi bitta trick bor, sizni o'sha qiynaydigan narsa, bu yerda endi imlo xatolarga yoki grammatik xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Mayli boshida sizga osonroq bo'lish uchun Gemini, ChatGPT, sun'iy intellektdan foydalanishingiz mumkin. Masalan, o'sha xatolaringizni to'g'rilashga, so'zdagi o'sha strukturani to'g'ri yozilishiga, lekin keyinchalik bu narsadan ham voz kechishingiz kerak. Aytmoqchi bo'lgan narsam shu kichkina insholar sizni o'sha keyinchalik katta essaylar yozishga, katta o'sha motivation letter yozishga, katta xatlar yozishga yoki bo'lmasam doktorlik dissertatsiya yozishga ham undaydigan kichik bir talchoq bo'ladi, push bo'ladi. Xullas, bu usullar writingingizni oshirishga yordam beradigan usullar. Albatta bularni sining, xudo xolasa natijasi bo'ladi. Xo'sh, endi writingdan ham qiyin narsa bu speaking. Nima uchun rostdan ham bunaqa qiyin speaking? Bitta narsani aytdim, qo'rqmang. Shu gapirib tashlang, dars. Umuman qo'rqmashingiz kerak. Kim bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, o'sha odam mendan qarzi bor deb qarab gapiring, shunda uyalmasdan, qo'rqmasdan gapiradigan bo'lasiz. Demak, hozir speaking bo'yicha 3 ta zo'r usulni sizga men present qilaman. Birinchi usul, first and foremost, kitob o'qishimiz kerak. Ingliz tilida, baland ovozda. Bu yerdan output bo'lsin, bu yoqdan input bo'lsin. Xuddi o'zingiz ovozingiz, meni to'g'ri eshitdingiz. Output, input, comprehension shunda zo'r ishlaydi. O'zingiz ovozingizni o'zingiz eshitib, shu bilan speaking ham rivojlanadi. O'zingiz eshitishingiz kerak, qanaqa siz o'qiyapsiz. Bu kitob masalan oddiy kitoblardan boshlang. O'sha aytganimdek, detskiy kitoblar, qanaqa fairy tale'lardan boshlang. Frozen Heart bo'lsin, ingliz tilida bo'lgan oddiy kichkina bir varaqlik bo'lsa ham har kuni o'qing, baland ovozda o'zingiz eshitishingiz kerak. Shunda xudo xolasa natija bo'ladi. Once in a while, out of the blue, your heart spins and it can feel like you're falling with nothing to hold on to. But you are not the storm and it will pass. Kitobning nomi Always Remember yoki bo'lmasam The Boy, The Mole, The Fox, The Horse and the Storm degan muallifi Charlie Mackesy. Hammalarga tavsiya qilaman, ayniqsa yosh bolasi bor oilaga, chunki oilaga juda ham zo'r tilda yozilgan, juda ham oson va uni ekranizatsiyasi ham bor. Uni YouTubedan ham qidirib topsangiz bo'ladi. Ikkinchi usul bu suhbat quring.
xohlasangiz suhbatdosh bilan, qanaqadir mana o'zingizga o'xshagan peer to peer suhbat bo'ladi. Mana o'rtog'ingiz ham ingliz tilini o'rganyapti. Ikkalanglar o'tirib jiddiy, xohlasanglar kulib ham, lekin hamma narsa ingliz tilida bo'lsin. Agar suhbatdosh topa olmasangiz, o'zingiz bilan o'zingiz gaplashing. Aytib o'tgandek, o'sha oynaga qarab qaysidir mavzuni olingda gaplashing. Agar bu ham to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, hozir biz 21-asrda yashayapmiz. ChatGPTsiz hayotimizda tasavvur qilish juda ham qiyin. Shuning uchun ChatGPT bilan ham gaplashsangiz bo'ladi. Masalan, bugun nimalar qildingiz? Xuddi o'rtog'ingizdek. Sizni AI o'rtog'ingiz bo'lsin va undan ham faqat ingliz tilida suhbatlashishni so'rang. Uni o'sha shunaqa funksiyasi bor. Ovozli birgalikda gaplashsa bo'ladigan kompyuteringizni olasiz, birgalikda o'sha qanaqadir mavzuga yoki bo'lmasam kuningiz qanaqa o'tganini gaplashishingiz mumkin. Bu juda ham samarali usul. Chunki baribir siz qanaqadir ma'noda interactiondasiz. Qanaqadir ma'noda emas, haqiqiy, tom ma'noda, bor ma'nosida siz interactiondasiz. Sizda ham input, ham output kelyapti. Output birinchi o'rinda, chunki siz ko'proq speaking qiling, ko'proq siz gapiring, u sizni eshitsin va u sizga qanaqadir replika bersin. U sizga masalan savol bersin, o'sha savolga siz javob bering. Hey Maple, how is everything going? I'm doing great. Thanks for asking. I love that nickname, Maple. How's everything going for you? I thought that was your name. No worries. It's not my name. But honestly, I kind of like the sound of it. You can call me ChatGPT or whatever feels comfortable. Let's keep the conversation rolling. No, I really would like to have a kind of like a human-to-human conversation with you, not like with ChatGPT. I get that. Even though I'm not human, I'm right here with you. No scripts, no formalities. Just think of me as a helpful presence ready to chat and support you in a real, down-to-earth way. What's on your mind? Hey, I'm now recording a YouTube, and I really would like to get famous, and I want to have like an Uzbek young people learning English like to the level. That sounds like a great project. If you're aiming for young Uzbek learners, think about relatable content. Mix in humor, pop culture, or everyday situations, and consistency is key. Regular uploads, a bit of local flavor, and maybe even a few collaborations. You'll build that community step by step. Exactly. Xullas shunaqa qilib Maple bilan, o'z Maple emas ekan ismi, biz gaplashdik. Xuddi shunaqa qilib siz ham ChatGPTni o'zingiz shunaqa o'rtog'ingizga aylantirib olsangiz bo'ladi. U sizga haqiqiy sodiq do'st bo'ladi, odam bo'lmasa ham. Uchinchisi, menga eng yoqadigan texnika bu shadowing texnik, ya'ni soya texnikasi. Bu o'z ichiga nimani oladi? Sizda qanaqadir film bor, uni yoqtirasiz yoki qanaqadir yoqtirgan aktyoringiz yoki aktrisangiz bor. O'shalarni shunchaki ssenariysini birga bir qaytarish, ularga o'xshab gaplashish. Bu sizga nimada yordam beradi? Birinchidan, speakingni oshiradi, ikkinchisi va eng asosiysi bu o'sha aksentni acquire qilish, o'sha narsani o'zingizga tatbiq qilishga yordam beradi. Comprehension orqali keyin outputga yordam beradi. Xullas bu narsani takrorlab ko'ring, bir marta qilib ko'ring, sizga juda ham yoqadi. Men bunga aminman. Agar yoqmasa, shunchaki eshiting. Kinoda qanaqadir siz yoqtirgan определенный bitta aktyor bo'ladi. Deylik, masalan, Spider-Manni o'ynagan Tom Holland. O'zi britaniyalik, lekin kinoda o'sha amerikacha aksentda gapiradi. Xuddi shu odamni masalan hamma kinolarda yoki bo'lsa intervyularda, podkastlarda qayerda appearance bergan bo'lsa, qayerda chiqqan bo'lsa, o'sha odamni birga bir gapirishga harakat qilishingiz. Yoki bo'lmasam, undan ham oson narsa, mana telefoningizda ssenariyni topasiz Googledan va o'sha kinoni yoki bo'lmasam podkastni qo'yib qo'yasiz. Keyin ssenariy bo'yicha birga bir yurib, uni ham o'qiysiz, ham gapirasiz, ham uni eshitasiz. Ana sizga 3 in 1 kofe emas, inglizcha gapirish usuli. Let me get this straight. You think that killing those guys is funny? I do. And I'm tired of pretending it's not. Comedy is subjective, Murray. Isn't it what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong. The same way you decide what's funny or what's not. O'ylaymanki bu videodan keyin siz albatta input va output ustida ishlaysiz. Sizni speaking, listening, reading va writingga bu video ozgina bo'lsa ham yordam beradi deb umid qilamiz. Va kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizdan biz xursand bo'lamiz. Uni like va shu video ostiga komment yozish bilan qo'llab-quvvatlasangiz bo'ladi. Va bundan tashqari shunaqa foydali videolar o'tib ketmasligi uchun bizga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosish esdan chiqmasin. Bo'ldi, sizga rahmat. Shu videoni opisaniyasida boshqa link tarmoqlarga ham linklarimiz bor. Ularga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. That's it. Thank you very much. Bye.